Oldinda aytaman, iltimos obuna bo'ling. 99.8% odamlar do'stlar, obuna men bo'lmaydi. sizlar bilan Zodi do'stlar. Do'stlar, mening srochniy shaharga ishim chiqib qoldi. Shuning uchun men ketishga qaror qildim do'stlar. Uyimni esa Jarobmerga qoldirib ketyapman. Tak, mana telefon. Bizga kerak hech nima kerak emas telefondan boshqa. Qani ketdik unda. Ana unda go do'stlar. Tak, mashinamizga o'tirib olamiz. Xayr, uyim. Opa. Qanunda biz ketdik shaharga. Jarobber meni nima qilarkan? O'zi qaysi biri Jarobberning uyi edi? Adashmab ketdimmi? Tak. Mana shu edimi deyman. Mana shu oz. Tak, Jarobber uyi. Ana shu. Salom Jarobber. Mana eshikni yoping. Salom Jarobber. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat Jarobber. Men uy sotib olmoqchi edim. Qaysi uyni sotib olsam bo'ladi? Bu yerlarda uy qolmagan. Afsus. Nima dedingiz? Bu yerlarda uy qolmagan deyapman. Yo'q, men qancha joydan kelganimni bilasizmi o'zi? Uy topib bermasangiz bo'lmaydi. Men senga uy yo'q, o'zimni uyimni bermayman-ku axir. Men buni mayli. Shuncha kelganim jin ursin. Tak. Shuncha joydan kelganim. Nimadir sotib olib ketish kerak. Ana mebelchi. Yo'q, menga mebel kerak emas. Magazin kerak. Kitobmi? Nimalar yozib tashlagan? Assalomu alaykum. Qiziqarli narsalar bosgan. O'zi qayerda ekan? O'zi tak. O'zi bu kimni uyi ekan? Tak. Yo'q, bu yerlarda yo'q. Mana bu yerda yozilgan ekan. Zodi uyi. Zodi kim bo'ldi? Lekin kim bo'lsa ham o'zi yo'q shekilli. Buni Jarobberdan so'rash kerak. Qani ketdik. Tak, Jarobber. Qarayda, mana bu uyimidi. Qani. Tak, Jarobber uyi. Shu. Jarobber. Yana nima deysan? Tak, menga ana bu uy kerak. Ana bu Zodi uyi degan joy borki, o'sha odam qayerga ketgan? U shaharga ketgan demaydi. Hech nima. Do'stlar, bu menga juda katta zo'r-ku do'stlar. Biz endi nima qila olamiz? Buning uyiga tunnel qaziymiz. Bu yerga bosamiz endi. Mana bu yerda yashab qolamiz. Qaydi mana bu oltinlarni hammasi o'g'irlayman. Kelsa o'zimga uy qurib yuboraman. Tagidan uy quramiz va shu yerda yashaymiz. 10-chi qishloqni zo'r deb eshitganman. Bu yerda shaxsan kompotning o'zi yashagan. Shuning uchun ham men yashab qolmoqchiman-da. Nima bu to'g'rimi? Bu ishlar ham noto'g'ri. Lekin men nima qilay? Men bu yerga qancha bosib kelganimni bilasizlarmi o'zi? Agar meni o'rnimdan bo'lganingizda men yerda aniq men bilan janjal qilgan bo'lardingiz. Men esa tinchga ketmoqchi edim. Lekin mana bu narsani eshitib qanday ketish mumkin edi? Iltimos meni yomonlamang kommentariyada. Men aytgancha mening ismim Sirojiddin do'stlar. Sirojiddin. Tak, mana. Ana bu yerlarni ham ochib olamiz. Bizga tak yotoq kerak, sotib olamiz uni. Tak, ana u mebelchi degan do'kondan. Lekin do'stlar, nimasi zo'r ekan? Ana unisi nimaydi-yu? Ferrarisi do'stlar, dahshat ekan do'stlar. Tak. Bo'ldi, endi bu yerda qandoq chiqadi endi? Bo'ldi, mana bu yerda mana bunday qilib chiqib ketamiz. Tak. Bu yerga endi ana shunday. Tak, esimda tursa, yotoqdan birinchi blok mening uyim. Tak, mening uyim tagi. Tak, endi mebelchining uyiga boraman. Assalom. Qani u? O'zimni o'zgartirmoqchi edim. Qani u? Yo'q-ku. Mayli, endi xo'sh, mayli, yotoqni mana bu uydan olamiz, ya'ni Zodi uyi. Menimcha ismi Zodi bo'lsa kerak-da. Zodining uyidan olamiz. Tak, mana.
Tak, nega yopdim? Yana kiryapman. Men u yerda mebelchida olaman deb o'yladimda, shunday ochiq qoldira olmasdim-ku. Qo'shnisi kelib qolsa, "Voy, yer to'la quryapti" deb janjal qiladi do'stlar. Tak. O'zi shaharga ketgani juda zo'r bo'pti-da. Tak. Vo. Tak, buni ochamiz. Bizga o'rtalarni solib yo'q, mayli. O'rtalarni solib qo'yamiz. O'rtalar kerak, ya'ni izumrudlar. Mana bularni olib qo'yamiz, короче. Bular menga endi kerak emas. Instrumentchidan olaman, agar instrumentchi bo'lsa. Tak, bo'ldi, endi ketishimiz mumkin. Nega ketyapman bilasizlar? Janob Berga biz ketgandek ko'rinishimiz kerak. Keyin shu qalamaydi. Tak. Janob Ber. Obbo, yana nima deysan? Men ketyapman. Shuni aytgani keldim. Ketsang yaxshi bo'pti. Ketaver. Voy, bu sovuq yerda qaranglar. Yana bu ketsang ketaver deydi. Xo'p, meni ketgandek ko'rinamiz. Darrov mana bu uyga kiramiz. Yaxshiyamki mebelchi ham yo'q, meni ko'rmaydi. Men uchun ayni fursat. Tak, mana bu yerda yana qo'zamiz. Kirga qaraydi. Kirga lopatka. Yaxshi, bu yerda endi qazamiz. Tak. Keyin mebelchi kelganda umid qilamanki, u shahardan qaytmadi. So'ng esa mebelchidan narsalarni olishimiz mumkin. Qarovga bularga tez ochish kerak. Mana. Hoppa, ana ochding. Endi bu yerdan chiqamiz. Bu bilan qo'yishim shart emas, baribir o'zi kiraman. Tak, nima yorug'lik taratadi bu yerda? Tepadagi mana bu yorug'lik tarqatadi-ku. Tak, kirka bilan sig'dirish odatda bo'lardi. Tak, mana. Tak, yana bu narsa yorug'lik taratadi. Kim bilsa bilmasa. Tak, voy, juda kasku. Keyinroq kengaytiraman. Tak, mana bu yerda qo'ysak yetadi. Tak, o'zi yopishdan oldin mana bu yoqib qo'yish kerak. Tak, mana ko'rdinglar do'stlar, oydinlik qiladi dedim-ku, sizlar yo'q deysizlar. Sizlar menga ishoninglar, bo'ldi, tamom. Xo'sh, mana bu nima kerak? Men ham garang bo'lib qolyapman-da. Bu nima kerak? Xo'sh. Tak, mana bu xalaqit beryapti. Mayli, lekin yashab ketsa bo'ladi. Xo'sh, hammaga xayr. Meni yana aytaman, kommentariyani yomonlamanglar va obuna bo'linglar. Chunki 99 undan 8% odamlar obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Xayr, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.